Quvvatimiz bilan, shu zo'rimiz bilan shuna quvvat zo'rlari bor ediki, toshlarni, tog'larni qo'llari bilan bular o'zlari uy tuzatadi, ta'mir tuzatadi. Bular bir katta halok qiladigan zotlar bor mana. Bir shamol. Alloh taolo shamolni yubordi, shamol keldidan bularni hammasini halok qildi. Qancha qavmlarni hikoyatida ham qilinki, ular har zot bilan izzat talab qiladi, bittasi quvvati bilan, bittasi qudrati bilan, bittasi moli bilan, lekin Alloh subhanahu va taolo hammasini halok etdi. Oddiy bir qavm ekan. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo uni hikoyatini qilgan. Ular izzatni o'zlarini qudratida biladi. Aytdiki, va qalu man ashaddu minna quwwa. Buni qara payg'ambarlar bizdan da'vat etadi. Sizga halokat keladi. Sizga oxiratda azob bor. Qololmabsan. Bizda shu quvvatimiz bilan, shu zo'rimiz bilan shuna quvvat zo'rlari bor ediki, toshlarni, tog'larni qo'llari bilan ular o'zlari uy tuzatadi, ta'mir tuzatadi. Aytdiki, man ashaddu minna quwwa. Bizlardan kim quvvatliroq? Oxirin andoza quvvat bizlardandir. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularni shu quvvat va qudrati bilan qanday qilib halok etdi? Fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat linudhiqahum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa la'azab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun. Alloh subhanahu va taolo bir katta halok qilgan zotlar mana. Bir shamol. Alloh taolo shamolni yubordi, shamol keldidan bularni hammasini halok qildi. Bu shamol bilan halok bo'lishdi, mana bu dunyoda azob edi. Ammo lekin bu hech zotdi. Wala azabul oxirati akhza. Haroyna azobi oxirat va azobidan u halokatiki oxiratda bilan keladi. Akhza urasvo qilayotgandi. Dunyodagi imkoni bor birta hamkorlik etsa, birontani qo'lidan qutulib olsa, ammo lekin oxiratda Alloh subhanahu va taolo aytadi, va hum la yunsarun. Oxiratda shunday raso bo'ladiki, bularga nasrat bergan yo'q, nasrat qilinmaydilar, ko'mak qilinmaydilar. Hech kim bitta azobdan bilan qutultira olmaydi. Na puli, na qudrati, na dunyosi, na moli. Hatto ikki oyat muborakani mafhumiki, bular tamom zamin va dunyoni to'ldirib agar tillodan ham bersalar, Alloh subhanahu va taolo bulardan qabul qilmaydi. Agar kufr bilan ketsa, agar ma'siyat bilan ketsa, agar inkor bilan ketsa, agar Qur'on sunnatni qabul etmasa, Alloh subhanahu va taolo aytdiki, bulardan qabul bo'lmaydi. Biroxira Alloh taolo Qur'onda inshaalloh tarjimalarda agar siz bizda biror vaqt shuru bo'lsa, eshitsak, ko'p qancha qavmlarni hikoyatini ham qilinki, ular har zot bilan izzat talab qiladi, bittasi quvvati bilan, bittasi qudrati bilan, bittasi moli bilan, lekin Alloh subhanahu va taolo hammasini halok etdi. Faqat dunyodan ham beizzat bo'lib ketdilar. Izzati, zillati oxirat ham bo'ladi, oxirin andoza zillat.